Vatan degan nima? Ma'lum bir millat asos qilingan intayin uzun o'tmishdan boshlab shu millat kishilariga mansub bo'lib davomlashib kelayotgan ayrim bir tavallik yer u vatandir. Uyg'urlarning vatan nomida birlik bo'lmay kelyotidi. Aslida Uyg'ur zaminida Sharq Turkiston degan yer mavjud bo'lmagan. Vatanning nomini millat nomi bilan qo'shib atash millatga, vatanga bo'lgan e'tiqodni mustahkamlaydi. Lekin bir turkum odamlar bu haqiqatga yo'q banolarni tepib Uyg'uriston deb atsak boshqa qarindosh millatlar bizni xafa bo'lib qoladi degandek yoki maqsadlik holdimi Uyg'ur degan muqaddas nomdan kechib vatanning ismini Sharq Turkiston deb ataydi. Undaqda savol, birinchi savol, Uyg'urning vatani qayerda? Ikkinchisi, zodi biz kim, Turkmu ya Uyg'urmu? Gaybir kishilar Uyg'ur degan nomdan kechib ketganlar biz Turk deb ya bo'lmasa nadiki mantiqatsiz Uyg'ur turklari deb so'zlaydi. Biz Uyg'urlar nimancha o'z nomimizga o'ch bo'lib ketgan, o'zimizdan kechishga tayyorki boshqalardan kechmaymiz. Xitoy doiralari Uyg'urlarni bezlash, aldash va oldini to'sash uchun Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan nomni berdi. Ammo Uyg'urlar o'zlari quruq viviska Uyg'ur degan so'zni chiqarib etib avtonom rayonimiz deb so'zlaydi. Birlari Sharq Turkiston deb Uyg'urlikdan kechsa, yana birlari hatto avtonom degan yolg'on so'zni qoldirmay rayonimiz demoqda. Bu baxtsiz Uyg'ur degan nom zodila yuragimizga patmadi. Moshundaq ish narsani farq qila olmaydigan ziyolarimiz kimga vakillik qilmoqchi? Buni oz ko'rgandek Uyg'urlarda millat nomi bilan shahar nomi aralashib ketgan. Shuning natijasidagi qabila, jut yoki shahar qaritilgan nom atalg'ularni ishlatadi. 1935 yılı 12 aprelda Shinsei Milliy Qurultay degan bir narsani chiqardi. Bu qurultayning oldida Hoji Niyaz Hoji, Eli G'ulja vakillaridan Hasanbek Yunusov, Mahmud Xon deganda taranchi ayrim millat deb masala ko'tardi. Ikkinchi tarafdan Sovetdan kirgizilgan sotqinlar Qadir Hoji, Seyit Hoji deganlar taranchi Uyg'ur emas deb cho'qon soldi. Bu bir Uyg'ur millatni ikkiga bo'lgini Xitoylarga moydek yoqdi. Bu ahvol turkparastlarning vatanimiz Sharq Turkiston deganidek o'zidan kechib dushmanning tugmiga su quyib berishga o'xshaydi. Uyg'urlar Allohning yaratgan vaqtidan tortib internasional xalq o'xshaydi. Boshqalarning manfaatini o'zining, ya'ni millatning manfaatidan ustun qo'yadi. Uyg'urlarning tushanchisida insonparvarlik birinchi o'rinda turadi ekan. 1889-1890 yillardagi sayohatchi Pevkisovning sizgan topografiyalik ham astronomiyalik ikki xaritasi kartasiga qarab ko'raylik. Birinchi Uyg'uriston deb atalgan. Buningda Xotan, Yakand, Qashqar, Aqsu, Qucha, Qorla, Qarashahar, Urumchi, Turpan, Qumul, Altay, Cho'chak, G'ulja qatorliq 13 viloyat, shaharlar, nahiyalar ko'rsatilgan. Ikkinchi xaritada Sharq Turkiston deb atalgan. Uningda Xotan, Yakand, Qashqar, Aqsu, Quchar qatorliq 5 viloyat ko'rsatilgan. Mana mushu ikki xarita asosida millat manfaatiga qaraganda vatanni Uyg'uriston deb atash kerak. Bo'lmasa bir tutash vatanga butun millatni parchalash bo'ladi. Eng dahshatlik yeri shuki, butun Uyg'uristonda 85 shahar nahiya bo'lib,
bu territoriyani avtonom viloyat, avtonom oblastlarga Xitoy bölüp etsinmi, internatsionallik qilib og'iz ochmadik. Yanıla qarindosh millatlar bizdan xafa bo'lib qolmasin deb. Birinci, Sanji Xo'yziyev avtonom viloyat, 8 shahar. İli Qazaq avtonom viloyat, 24 shahar. Bortala Moңғол avtonom viloyatda 3 shahar nahiyalar. 4. Bayneğolun Moңғол avtonom viloyatda 9 shahar, bir necha nahiya. 5. Qizilsu Qirg'iz avtonom viloyatda 4 shahar nahiyalar. 6. Toshqo'rg'on Tojik avtonom viloyatda 1 shahar, bir necha viloyatlar. Nahiyalar bor. Bularning soni bo'lib 51 shahar nahiya bo'lib, Uyg'urlarga qolgani 34 shahar. Qolgan talant-tarjiga uchirgan. Buni az ko'rsang internatsionallik qilaman deb Alixon Töre o'z dindishimni qo'rg'ayman deb İli sultonligining 20% yerini Char Rossiyaga tartqizib qo'ydi. Bugungi kunda Qozog'istonga tavallik yer bo'lib qoldi. Endi şunlaşqa biz Uyg'urlar taqdirga döngimey, osmonga qarab zarlab emey, inqilobga bo'lgan tushunchamizni o'zgartirishimiz kerak. Millat va davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, o'zimizni o'ylaydigan vaqt keldi. Bugungi kunda bizning g'amimizni qilayotgan qarindosh millatlar chiqmadi. Vatan shu yerga qon terni to'kib güllendirgen xalqning makoni, şunlaşqa şu xalqning nomi bilan atılışı kerak. Ulug' tarixchimiz Turg'un Almaz şu mantiqatni asos qilgan holda kelib ketar hissiyatlarga berilmay ulug' tarix kitobiga Uyg'urlar deb nom bergan. Shuni o'ylab qo'yayli, Uyg'ur xalqim.